Assalomu alaykum, hurmatli YouTube tomoshabinlari, hurmatli obunachilarim. Bugun juda ham dolzarb, hamma uchun kerak bo'ladigan bir mavzuni ko'tarib chiqaman. Lekin ko'pchilik bu narsani bilmaydi. Bilasizlarmi, hozir shunaqa zamonda yashayapmizki, hamma joyda kredit rivojlanib ketib qolgan. Lekin inson o'sha yashayotganda hozirgi jamiyatimizda kreditlar sirtmog'iga ilinib qolib, turli kreditlar olib, lekin topayotgan daromadi kreditlarni to'lashga yetmasdan bo'yniga juda katta qarzlar yozilib ketyapti. Shundan qutulishi yo'li bormi? Qanaqa qilib buni yo'q qilsa bo'ladi? Yoki masalan chet elga ham chiqish mumkin emas, to'g'rimi? Qarzdorlik bo'lgandan keyin sud tartibida undirish bo'lsa, qanaqa qilib shundan qutulish mumkin degan savolga konkretniy javob beraman. Qanaqa qonun, nima qilishimiz kerak, qayerga murojaat qilishimiz kerak? Yo'li bor. Qisqa qilib aytganda yo'li bor. Mana shu narsani men tushuntirib berishim kerak. O'zbekistonda nisbatan ko'pchilik hozir yuristlar bu narsani xabari yo'q, qanaqa qilib amalga oshirishni ham ko'pchilik bilmaydi. Chunki bizga bu hozircha yangilik. Mana O'zbekiston Respublikasini to'lovga qobiliyatsizlik to'g'risida qonuni qabul qilingan. 2021-yilda, demak, o'sha mashhur pandemiya bo'lgandan keyin to'lovga qobiliyatsizlik qo'pol qilib aytsa, bu bankrotlik bilan bog'liq qonun qabul qilingan. Oldin bilsanglar, faqat bankrotlik deganda bu katta firma, biznes egalari tushunilardi. Hozir bu qonun bilan, shu yangi qabul qilingan qonun bilan jismoniy shaxslar ham o'zini o'zi bankrot deb e'lon qilsa bo'ladi va qarzlaridan butunlay qutulib, soqit bo'lib, xuddi yangidan tug'ilgan boladek hech qanaqa qarzi yo'q bo'lib vaziyatdan chiqib ketsa bo'ladigan holat bor. Bu narsa bo'yicha hozir podrobniy gapirib beraman sizlarga. Videoni oxirigacha ko'ring. Keyinchalik savollar agar tug'iladigan bo'lsa, savollar bilan ishlaymiz, alohida gaplashamiz. Aynan jismoniy shaxsning to'lovga qobiliyatsizligi nima? Demak, to'lovga qobiliyatsizlik to'g'risida qonunni aytib o'tdim. Mana shu qonunda hammasi yozilgan. Shu qonunning 3-moddasi va 71-moddasi va boshqalar bo'yicha to'lovga qobiliyatsizlik deb jismoniy shaxsi kreditorlar oldidagi, ya'ni unga nisbatan undiruvchi, qarz bergan insonlar oldidagi pul majburiyatlarini yoki soliq hamda yig'imlar bo'yicha majburiyatlarni to'la hajmda bajara olmasligi. Ya'ni qarzlari juda ham ko'payib ketgan, olayotgan daromadi past. Endi nima qilish kerak? Qanaqa qilib bundan qutulsa bo'ladi degan boshi berk ko'chaga kirib qolganda bu narsani hal qilishi yo'li, qonuni yo'lini ko'rsatib beradi. Buning uchun biz sudga murojaat qilishimiz kerak ekan. Sudga murojaat qilish uchun asoslar qanaqa bo'lishi kerak? Qanaqa holatlarda biz to'lovga qobiliyatsiz bo'lib qolamiz va uni o'zini muddatlari, boshqasi bor. Shular bo'yicha hozir gaplashamiz. Demak, jismoniy shaxs o'z xohishi bilan murojaat qilishi mumkin. Ya'ni shunaqa holatga tushib qoldingiz, qarzlaringiz juda ko'p, nima qilishni bilmaysiz. Suddan sizga har xil qog'ozlar kelib turib, ijro ishlari kelib yotibdi. Chet elga qochib ketaman desangiz, chet elga qochish uchun taqiq qo'yib qo'yishgan. Nima qilaman? Qanaqa qilib yashayman desak, buni hozir ko'ramiz. Qarang. Sudga murojaat qilish uchun o'sha qonunning 8-moddasi, 71-moddasi, 151-moddasi va boshqa moddalarga asosan shaxs 3 oydan ortiq qarzni to'lamasligi, to'la olmaganligi, ya'ni 3 oy davomida siz shu olayotgan daromadingizdan qarzni to'la olmayotganligingiz asos bo'lib hisoblanadi. Ya'ni olayotgan daromadingiz, qo'lingizdagi mol-mulk, uy, boshqa narsalardan kelib chiqib turib shu qarzni to'la olmayapsiz 3 oydan biri, to'g'rimi? Siz to'lovga qobiliyatsiz deb topilasiz yoki vaqtincha to'lovga qobiliyatsiz deb topilasiz. Kreditorlar oldidagi umumiy majburiyatlar, ya'ni aktivlardan yuqori bo'lsa, ya'ni qarzdorligi, sizni qarzlaringiz kredit qo'yayotgan majburiyatlar, ya'ni shu qarzdorlik, kreditor degani bu
sizga qarz bergan insonlarda siz majbursiz ularga berishga. Ularni oldiga qarzingiz topayotgan daromadingizga mutanosib emas, o'sha to'la olmayapsiz. Shunaqa narsa bo'lsa, yaqinda keladigan majburiyatlarni to'lash uchun mablag'i yo'q. 3 oy o'tdi, yana 4-oy undan battar kelyapti-da. Mablag'ingiz yo'q, nima qilishni bilmaysiz. Mehnat haqi, aliment, soliq, bank qarzlari va boshqa majburiy to'lovlarni uzoq vaqt bajara olmayotgan bo'lsangiz, kimgadir mehnat haqi to'la olmayapsiz, kimgadir nimani bera olmayapsiz, alimentni bera olmayapsiz, soliqni bera olmayapsiz, banklardan qarzlaringiz bor va boshqa majburiy to'lovlarni uzoq vaqt bajara olmayotgan bo'lsangiz, mol mulkingiz yetarli emas, yo'q mol mulkingiz, mashinangiz ham yo'q, uyingiz ham yo'q yoki sotilib ketgan bo'lsa, soliq qarzi bor va bu holatni hal qila olmayotgan bo'lsangiz, bo'yningizda soliqdan qarz kelib yotibdi, nima qilishni bilmayapsiz. Buni yo'li mana shunaqa sudga, demak, to'lovga qobiliyatsiz deb e'lon qilish yoki topish haqida ariza bilan murojaat qilish bo'ladi. Buni yechimi. Agar bir nechta kreditorlar bo'lib, qarzlar hajmi katta bo'lsa, bu ham muhim asoslardan hisoblanadi. Endi sudga murojaat qilish tartibi. Qaysi sudga murojaat qilamiz, nima deb murojaat qilamiz, to'g'rimi? Sudga murojaat qiladigan shaxs, jismoniy shaxsni o'zi, siz agar qarzdor bo'lsangiz-da, qarzingiz bo'lsa, siz o'zingiz murojaat qilishingiz mumkin shu holatda. Agar shaxs og'ir kasal yoki noqobil bo'lsa, kasal bo'lib qolgan yoki yura olmaydigan holat bo'ladigan bo'lsa, uni vakili, qonuniy vakili bo'lishi mumkin. Qonuniy vakil degan qarindoshingiz, ota-onangiz yoki advokat sizning nomingizdan, demak, vakil sifatida murojaat qilamiz. Qayerga murojaat qilinadi? Mazkur qonun 6-moddasiga ko'ra o'zingizni yashash joyingizdagi tuman yoki shahar iqtisodiy sudiga. Bitta narsani aniq o'zingizlarga bilib olishingiz kerak, bankrotlik bilan bog'liq har bitta ishi, u korxona bo'ladimi, jismoniy shaxs bo'ladimi, oddiy shaxs bo'ladimi, hammasini faqatgina iqtisodiy sud ko'rib chiqadi. Vakolatli. Fuqarolik sudiga emas, jinoiy sudiga emas, faqat iqtisodiy sudga murojaat qilamiz. Arizada nima bo'lishi shart? Nima deb ariza yozishimiz kerak? Nima ilova qilinishi kerak? Mazkur qonunning 7-moddasi va 152-moddasiga ko'ra arizada to'lovga qobiliyatsizlik sabablari, qarzlarni ro'yxati, muddati ko'rsatilishi kerak. Daromad manbalari, daromadi yo'q yoki kamligi. Masalan, daromadlaringizni ko'rsatishingiz mumkin. Daromadim bor, lekin kam yoki daromadim yo'q. Shuni ko'rsatishingiz kerak. Mol mulkingizni ro'yxati. Kreditorlar, ya'ni sizga qarz bergan insonlarning ism, familiyasi, bank bo'lsa bank muassasalari bilan shartnomalaringiz, soliq organidan kelgan bo'lsa soliq organiga to'lanadigan soliq xatlar va hokazo. Ya'ni shuni ko'rsatib beradigan hamma hujjatlari ilova qilasiz. Ijtimoiy holati, oilaviy vaziyatingiz, ya'ni ijtimoiy siz hozirgi yashayotgan holatingizni ko'rsatib berasiz. Oilaviy vaziyatingiz, boquvchilari bor yo'qligi, kimnidir siz boqyapsiz, qaramog'ingizda odamlar bor. Oilaviy ahvoli, masalan, uylanganman, 3 nafar farzandim bor. Shu narsani ko'rsatib berasiz. Dalolatnoma qilinadi mahalladan boshqa. Arizachi qanday tartibni xohlayotganligini ko'rsatasiz. Ya'ni siz nima xohlayapsiz suddan? Nima qilib bersin? Mol mulkni o'sha sotishga yordam bersinmi? Qarzni tarkibiy o'zgartirish. Qanaqa mol mulkingiz bor, sota olmayapsiz, shuni sotuvga qo'yib turib, qarzlaringizni undirib, mutanosib undirib berishni so'rashingiz mumkin yoki qarzni tarkibiy o'zgartirish, masalan, faloncha qarzingiz bor, shuni men hammasini to'la olmayman, lekin menimcha qismini to'layman, shuni o'zgartirib berishingizni. Soddalashtirilgan bankrotlik yoki umuman bankrot deb topish. Umuman meni pulim yo'q, bo'ldi, men hech narsa qila olmayman. Men to'lovga qobiliyatsiz topayman, garochi bu qarzlarni to'la olmayman deb bankrotlik so'rasangiz bo'ladi va yanada yengil boshqa rejalaringiz bo'lishi mumkin, shularni so'raysiz suddan. Qo'shimcha hujjatlar. Arizaga qo'shiladi pasport nusxa, ijaraga uy-joy hujjatlari, ijara turgan bo'lsangiz ijara hujjatlari yoki uy-joyingiz hujjatlari, kredit shartnomalari,
kredit shartnomalari yoki qanaqandir qarz olgan bo'lsangiz, jismoniy shaxsdan boshqa qarz bo'yicha tilxatlaringiz bo'lishi mumkin, to'g'rimi? O'shalar soliq qarzlari hisobotlari, sizni soliqdan qarzlaringiz hisoboti, ijtimoiy to'lovlar dalillari, ya'ni siz to'layotgan to'lovlaringizni yana dalillarini ko'rsatishingiz mumkin. Masalan, siz aliment to'layotgan bo'lishingiz mumkin, kommunal qanaqandir to'lovlarni to'layotgan bo'lishingiz mumkin va hokazo, shularni hammasini ko'rsatib berasiz. Bank hisob varrag'idan ma'lumotnoma, agar bank sizni bankingiz bo'ladigan bo'lsa, bankdan hisob varrag'ingizdan sizni shotlaringizda pul bo'lmaganligi boshqasi bo'yicha ma'lumotnoma yoki uni sizga qo'ygan qanaqandir qarzdorlik undirish bo'yicha talabnomalari, mehnat haqi to'g'risida ma'lumot. Agar siz qayerdadir ishlayotgan bo'lsangiz, mehnat haqi to'g'risida ma'lumot berasiz. Agar ishlamayotgan bo'lsangiz, demak mehnat haqi yo'q, ma'lumotni bor bo'lsa demak berasiz. Sud qanday tartibda bo'ladi? Qarang, arizani qabul qiladi va 10 kun ichida ko'rib chiqadi arizangiz. Qarzdorni sudga chaqirib moliyaviy holatini tinglaydi. Ya'ni sizni arizachisiz, siz qarzdorsiz, chaqiradi va sud tinglaydi, moliyaviy ahvolini ko'radi. Agar talablari asosli bo'lsa, bankrotlik e'lon qilinadi yoki qarzni qayta tuzish, restrukturizatsiya rejasi tasdiqlanadi. Ikkita yo'l bor, siz bankrot deb e'lon qilish, o'zini tartibi bor, buni ham bir juda tez bo'ladigan holat emas. Yoki sizga demak o'sha faoliyatingizni yengillashtirish uchun qanchadir muddat qilib qo'yib, qarzdan qutulish bo'yicha sizga yengillik yaratib beradi va rejasini tasdiqlab beradi. Sud maxsus moliyaviy boshqaruvchi tayinlashi mumkin. Ya'ni sud sizni holatingizni yaxshilatish uchun maxsus moliyaviy boshqaruvchi deydi yoki o'sha bankrotlik bo'yicha ishni boshqaruvchi tayinlab beradida, maxsus o'zini haligi sertifikatiga ega bo'lgan, u sizni kuzatib boradi, sizdan отчетlarni olib boradi va 2 yil, 3 yilgacha demak bu tayinlanishi mumkin sizni ustingizdan nazorat olib borish uchun. Bu shaxs mol-mulkni baholaydi. Agar mol-mulkingiz bo'lsa, mol-mulkni baholaydi va sotuv jarayonini boshqaradi. Bundan tashqari, u boshqarib turib o'sha kreditor sizga qarz bergan insonlarga demak pulni tarqatib berishga, qolgan qutgan narsangizni tarqatib berishga u yordam beradi. Agar hech narsangiz bo'lmasa, umuman qobiliyatsiz bo'ladigan bo'lsa, shu bo'yicha u demak hisobotlarni beradi. Qarz to'langandan so'ng qarzdor qarzdan ozod qilingan deb e'lon qilinadi. Bu tushunarli, shu agar qarz qanchadir muddat cho'zib beradi, sizga nisbatan qarang, bu yerda bitta narsa bor. Sizga nisbatan bankrotlik ishi ochilgan bo'lsa, sizga yana qo'shimcha qanaqandir talablar bilan hali kreditorlar qarz berganlar qo'shimcha talablar bilan chiqa olmaydi-da. O'sha sizni faoliyatingiz demak yengillashtirish uchun qo'yilgan harakatlar bo'ladi. Sizga qo'yilgan har bir taqiqlar boshqalar bu narsa holatda olib tashladi va sizni o'sha holatingizni yaxshilash uchun harakat boshlanadi. Tushunarli? Demak, sud orqali bankrotlikning ijobiy jihatlari o'zi nima beradi bu narsa degan narsaga hozir yetib o'tib ketaman. Qarzdorga nisbatan qonuniy choralar to'xtaydi. Shunda sizga nisbatan penya, menya, qo'shimcha jarima, asabbuzarlik, boshqa hamma narsalar to'xtaydi. Sud qarzlari qayta ko'rib chiqadi. Sud qarzlarni qayta ko'rib chiqadi va qat'iy summalarni belgilaydi va taqsimlaydi bu narsani. Qarzdorning ijtimoiy himoyasi oshadi, ya'ni sizni ijtimoiy himoya qilib turib, kerak bo'lsa ishga joylashish va daromadingizni ko'paytirish uchun u qanaqandir yengillashtiruvchi holatlar, sizni ahvolingizni yengillashtiruvchi holatlarni olib boriladi. Qonunga muvofiq belgilangan muddatdan so'ng qolgan qarzlardan ozod qilinadi. Demak, o'sha 2 yil yoki 3 yil sizga maxsus muddat belgilanadi. Ustingizdan demak moliyaviy boshqaruvchi kuzatib boradi sizni faoliyatingizni. Demak, o'shanda ham qarzdan qutula olmayotgan bo'lsangiz, demak siz bankrot deb topilasiz va avtomatik siz qarzlardan qutulasiz. Bo'ldi, bo'yningizdan yechiladi. Siz ozod insonsiz. Xuddi onadan yangi tug'ilganday. Bu Yevropa va Amerikalarda bu juda ham nima desa bo'ladi? Tartibga qo'yilgan holat. Faqat u yerda bunaqa bankrot topilgandan keyin hech qaysi bankdan yoki hech qaysi tashkilotlardan u qayta kreditlar ola olmay qolishi mumkin. Chorniy spisk, ya'ni qora ro'yxatga tushib qolishi mumkin. Bizda unchalik darajada bu dahshatli emas. Bizda qora ro'yxatga tushasizmi, boshqa qilasizmi, asosiysi bo'yningizdagi juda katta qarzlardan qutulishingiz mumkin. Tushunarli? Endi xulosa, agar jismoniy shaxs haqiqatan ham to'lov qobiliyatini yo'qotgan bo'lsa,
o'z yashash joyidagi iqtisodiy sudga murojaat qilishi mumkin. Murojaat asosli va hujjatlar tasdiqlangan bo'lishi shart. Tepada o'tib ketdimi? Sud qarzdorning ahvolini tahlil qilib, qarzdan chiqishning eng to'g'ri usulini tanlab beradi. Agar xohlasangiz, yana qo'shimcha narsalarni hozir sizlarga aytib o'tib ketaman-da, xulosa shu. Endi qarz miqdori qancha bo'lishi kerak sudga topshirish uchun? Qarang, qonunda oldin belgilangan edi, lekin yangi o'zgartirishlardan keyin qonunda aniq summaviy chegaralar belgilanmagan. Lekin qarzdor to'lovga qobiliyatsizligining alomatlari namoyon etsa, masalan, qarzini 3 oy yoki undan ko'p muddat to'lamayotgan bo'lsa, umumiy majburiyatlarini uning aktivlaridan, mol-mulki, daromadidan oshib ketgan bo'lsa, barcha daromad manbalari yetarli emas deb hisoblansa, bu holat to'lovga qobiliyatsizlikni anglatadi. Bo'ldi. Bu degani siz to'lovga qobiliyatsizsiz. Siz murojaat qilishingiz mumkin sudga. Amaliyotda shunaqa holatlar ham bo'ladi. Bankrotlik arizalari qabul qilingan 10-15 million so'mdan boshlab 100-300 million va undan yuqori qarzlarni ham juda tez uchrab turar ekan. Ya'ni qarz miqdori jismoniy shaxsning imkoniyatidan oshib ketsa, bu albatta asos hisoblanadi. Tushunarli? Sizning imkoniyatingiz chegaralangan. Agar qarzdorligingiz slishkim ko'payib ketadigan bo'lsa, demak, bu sizga asos hisoblanadi. Endi juda qiziq yana bitta jihati, hamma qarzlardan ham qutulib ketsa bo'ladimi? Bunaqa deb ashu zo'r ekan u deb o'ylashinglar mumkin, lekin sal shoshilmanglar. Qanday qarzlarga nisbatan to'lovga qobiliyatsizlik, bankrotlik qo'llanilmaydi? Demak, qonunning 3-moddasi, 13-moddasida va boshqa moddalar asosida quyidagi qarzlar to'liq yoki qisman to'lovga qobiliyatsizlikka qo'llanilmasligi mumkin. To'lovga mana qarz shunaqa holatdagi qarz bo'lsa, bu bo'yicha bankrotlikka chiqa olmaysiz degani. Fuqaroning hayoti yo sog'lig'iga yetkazilgan zarar uchun qarzlar. Kimnidir hayotiga yoki sog'lig'iga yetkazib qo'ygan zararingiz bor, to'g'rimi? Buni suddan chiqib turib yoki o'sha jinoyat sudida chiqib turib, sizni bo'yningizga u qo'ydi zarar undirishga. Bu qarz yuzasidan siz to'lovga qobiliyatsizman deb hech kimga chiqa olmaysiz va bankrotlik ishini ocha olmaysiz. Masalan, tibbiy zarar yoki nogironlikka sabab bo'lgan yetkazilgan zararlar. Tushunarli? Bu qarzlar bankrotlik yo'li bilan bekor qilinmaydi. Ikkinchisi, aliment to'lovchilar. Aliment qarzlari. Bolalarni boqish uchun sud orqali belgilangan alimentlar. Aliment ijro hujjatiga asoslangan talablardan biri va qonunda juda katta ustunlikka ega va aliment qarzdorligi bo'yicha siz to'lovga qobiliyatsizman deb sudga murojaat qila olmaysiz, chunki u bankrotlikka tushadigan qarzdorlik emas. Endi uchinchisi, jinoiy va ma'muriy huquqbuzarlik oqibatida yetkazilgan moddiy zarar. Kimgadir nisbatan jinoiy javobgarlikka tortilgansiz-da, yoki ma'muriy huquqbuzarlik bo'yicha javobgarlikka tortilgansiz va sizni bo'yningizda yetkazilgan moddiy zarar bor va u sud chiqarib bergan sizga moddiy zararni, masalan, firibgarlik bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Yoki o'sha rastrata boshqa yo'llar bilan bo'lishi mumkin. Ana un chiqib turib, mana bo'ynida 1 milliard firibgarlik bo'yicha qarz turibdi-da, u javobgarlikdan ozod bo'ldi. Qanchadir muddat o'tirib chiqdi-da, endi chiqib turib to'lovga qobiliyatsizman deb bundan voz kechib bankrotlik e'lon qila olmaydi. Mumkin emas. Tushunarli? Masalan, avtohalokat sababli yetkazilgan zararlar. Ushbu to'lovlar ham bankrotlikdan to'liq yoki qisman saqlanib qolishi mumkin. Bankrot bo'lsangiz ham u saqlanib qoladi, turaveradi. U bo'yindan soqit bo'lmaydigan narsa. Keyin soliq va majburiy to'lovlar ayrim hollarda, har doim emas, lekin ayrim hollarda. Qonunda shunday qoidalar borki, sud belgilangan shartlarda ushbu qarzlar ham bekor qilinishi mumkin, lekin bu faqat ayrim holatlarda amal qiladi. Hozir ayrim holatlarni chuqurlashmayman. Qonunda yozilganlarni aytaman. Demak, soliqdan ham butunlay xalos bo'lmasligingiz mumkin ekan, lekin ayrim holatda xalos bo'lishingiz mumkin ekan. Misol, shaxsning barcha aktivlari sotilgan va to'lash imkoniyati butunlay yo'qolgan bo'lsa, demak, soliqdan ham voz kechib olsa bo'ladi bankrotlikda. Endi itok, xulosa. Qarzlarning turi.
bank krediti, qara, qarzlarning turi, qaysi narsalar bekor bo'ladi, qaysi narsalar bekor bo'lmasligini hozir men sizga sanab o'taman. Bankdan olingan kredit bekor bo'ladi. Tijorat qarzlari, qarz shartnomasi, kimdandir qarz olgansiz, boshqa qilgansiz, tilxat orqali qarz olgansiz, bekor bo'ladi. Ijara qarzi bekor bo'ladi. Soliq qarzi ayrim hollarda bekor bo'ladi. To'liq emas, ayrim hollarda. Ayrim hollarda bekor bo'lmaydi. Aliment bekor bo'lmaydi. Jinoyat zarar sud orqali hukm bilan jinoyat yetkazilgan zarar bekor bo'lmaydi. Soliqqa zarar yetkazish qarzi bekor bo'lmaydi. Mana shu bankrotlik, ya'ni to'lovga qobiliyatsizlik deb topiladigan, ishlarda ko'riladigan holatlarni sizga tushuntirib o'tdim. Agar bu bo'yicha yana savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, demak, kommentariyaga yozing. Eng yaxshisi Telegram kanalim bor, Telegram kanalimga ulanib qo'ying. Yoqqan bo'lsa like bosing, do'stlaringizga ulashib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.